G'arbiy Rim imperiyasida papalarning, ya'ni chirkovning huquqi nihoyat kuchli edi. Chirkovlar bo'lsa sömürgücü edi. Ya'ni xalqni izzatdi. Shundaqla podshohlarning imperatorning qilgan zulmini diniy jihatda to'g'rilab berdi. G'arb dunyosi xato, ozg'un, o'zgartirilgan dinni tashlagan bo'lg'achqa taraqqiy qildi. Ammo musulmonlar bo'lsa to'g'ri bo'lgan dindan yiroqlashgachqa texmi xorliqqa mahkum bo'ldi. Bizning bu yerda qilgan ishlarimizni bilmoqchi bo'lsangiz, men sizga shuni aytayki, biz otlarimizni tizig'i kelgudek dushmanlarimizning qini ichida chaptiryapmiz. Dushmanlarimizning hammani o'ltirdik deydi. İslam dünyasının parçalanışı, acizleşişi, zayıfleşişi muş əsrdə bo'lgan iş emas. Bundan 10 əsr ilgari, ya'ni milodiya 1000 yillarda biz ilgirki darslarimizni so'zlab o'tganimizdek, İslam dünyasının ahvoli nihoyat tushkun, acizleşib, zayıfleşib qarab mangan. Masalan, milodiya 1000 yillarda musulmonlarning xalifasi, ya'ni bütün musulmonlarning beshi bo'lgan Abbasiylar xalifasi ozg'un shialar bo'lgan Buayhilarning changalga tushib qolgan. Makka, Madina, Qudusga o'xshash musulmonlarning muqaddas joyi bo'lsa, Misr va Shamda hukmronlik qilgan ozg'un shia Fatimiylarning changalga tushib qolgan edi. Ondan başqa İslam dövlətləri bolsa parça-parça halda birisi-birisiga xirs qilib turadi. Hatto o'zining mavjudligini saqlash uchun xristianlar bilan hamkorlashadigan mushunda holatga tushib qolgan. Mana mushunda 10 asr ilgari İslam dunyosi parchalanib, zayıflashib, ümidsizlikka batgan paytda Qashqardan Mavaraun nahriga ko'chgan Seljuqiy qabilasi Marva, Naysaburda, ya'ni Xorasonda o'zining Seljuqiy davlatini qurib, İslam dunyosiga kengaydi. Xalifani Buayhilarning changaldan qutqizadi. Bag'dodni ozod qilib, Seljuqiylar davlatining muhim shaharlaridan birisi, hatto poytaxt qiladi. Ondan keyin Sham qo'shin tortib, Qudusni musulmonlarning qo'liga oladi. Ondan keyin Makka, Madinani sunniy musulmonlarning qo'liga olib, İslam dunyosiga umid bag'ishlaydi. Bu buyuk Seljuqiylar davlati Sharqiy Rim imperiyasi taraf qarab kengayib, Anatoliya tuproqlarini nurg'unlagan shaharlarni o'zining jo'grafiyasiga qo'shadi. Ya'ni buyuk Seljuqiylar davlati Sultan Alip Arslan va undan keyin kelgan Malikshah davrida nihoyat cho'ng, shundaqla İslam dunyosidagi yetakchilik o'ringa o'tadi. Bo'libmi 1071-yili Malazgirt urushida Sultan Alip Arslanning g'alaba qilishi bilan Seljuqiylar davlatining sha'nu shavkati butun dunyoga tarqab, İslam dunyosining xo'jalik o'rniga o'tadi. Shundaqla Sharqiy Rim imperiyasining nurg'un zaminlarini o'zining territoriyasiga qo'shadi. İslam dunyosida Seljuqiylar davlatiga o'xshash bir kuchning maydonga kelishi va bosh ko'tarishi xristian dunyosini xavf sirtidi, ensirtidi. Chunki xristianlarning maqsadi bo'lsa musulmonlarni ezish, musulmonlarni parchalash, birini-birisiga dushman qilib o'tirdan foyda olish edi. Chunki İslam dunyosi bosh ko'tarib kuchlansa, xristian dunyosi bo'lsa kichiklashi yoki zaiflashi mumkin edi. Chunki haqiqat bosh ko'tarsa, botil zaiflashadi. Mana bu sababdan Sharqiy Rim imperiyasi Malazgirt urushida mag'lub bo'lgandan keyin İslam dunyosini qanday qilib parchalash, yanada bosh ko'targan Seljuqiylar davlatini qanday qilib yemirib tashlash haqida qattiq bosh qotiradi. Mana shu paytda Seljuqiylar davlati bo'lsa Malikshah davrida parchalanib 5 davlatga bo'linib ketadi. Birinchisi Bag'dod va Mosul markazlik Iroq Seljuqiylari, ikkinchisi Kirman Seljuqiylari, uchinchisi Sham Seljuqiylari, to'rtinchisi Anatoliya yoki Rim Seljuqiylari, beshinchisi Xorason Seljuqiylari deb mana shu 5 davlatga bo'linib ketadi. Lekin Seljuqiylar shu 5 davlatga bo'lingan vaqtida yana kuchli edi. Masalan, shu 5 davlatga bo'linib ketgan vaqtida Sharqiy Rim imperiyasi egallagan zaminlarni qaytarib ololmagan. Chunki Rim Seljuqiylari yoki Anatoliya Seljuqiylari Bursani, ya'ni ilgirki ismi Niqiya deb atalgan Bursani o'zining poytaxti qilib, o'zining asosini rasmiy mustahkamlagan edi. Mana bu sababdan Yevropa dunyosi, jumladan xristian dunyosi İslam dunyosiga hujum qilish uchun birinchi qatimliq ahli salib safarbarligini e'lon qiladi. Biz birinchi qatimliq ahli salib urushini tushunish uchun Yevropa dunyosining tarixini qisqacha tushunishga to'g'ri keladi. Shuning uchun biz tez shaklda tarixga qaytib, Yevropa dunyosini tushungandan keyin so'zimizni birinchi qatimliq ahli salib urushidan kelgan yerdan davom qilamiz. Bilganimizdek, Rimlar Yevropa markazidagi buyuk imperiya qurgan bir millat. Masalan, milodiya 117-yil qadar shimolda Angliyagacha, janubda Misrga qadar 3 qit'aga suzilgan buyuk imperiyaga ega bo'lgan. Bu davrdagi Rimlarning e'tiqodi bo'lsa butparast edi. Masalan, bugun kunimiz qadar putrab turgan Italiyadagi Pansion binosi ana shu milodiya 27-yili qurilgan ko'p ilohlik ibodatxona edi. Pansionning binokorlik qurilishimi Rimlarning shu davrdagi taraqqiyotini bizga aks ettirib beradi. Rimlar butparast bo'lg'achqa Isa alayhissalom ko'tirib kelgan xristian dinini, ya'ni islom dinini rad qilgan, xristianlarga zulm qilgan. Bu sababdan Isa alayhissalomning agashkuchilari, ya'ni islom diniga, biz hozir xristian dini deb ataydigan islom diniga ishonuvchilar nihoyat og'ir zulmga uchragan. Xristianlarga bo'lgan bu zulm toki milodiya 300-yil qadar davomlashgan. Milodiya 300-yil kelgan vaqtda imperatorning beshiga chiqqan Konstantin xristian dinini itrof qilib, uningga bo'lgan zulmni to'xtatgan. Bu sababdan xristianlar bir oz nafas olgan. Xristian dini Rim imperiyasining ichida keng tarqalishga boshlagan. Imperator Konstantinning qilgan yana bir muhim ishi bo'lsa,
bo'lsa imperiyaning poytaxtini Vatikandan, ya'ni Romadan hozirgi Istanbulga, ya'ni Qustantiniyaga o'tkazgan. U vaqtda Qustantiniyaning, ya'ni hozirgi Istanbulning ismi Bizantiya edi. Qustantin poytaxtini Bizantiyaga o'tkazgandan keyin ismini Qustantiniya qilib o'zgartgan. Keyin Muhammad al-Fatih Qustantiniyani ozod qilgandan keyin Istanbul deb, ya'ni Istanbul deb atalgan. Demak, milodiy 300-yilda Rimlarning beshiga chiqqan imperator Qustantin Rim imperiyasining poytaxtini Romadan Bizantiyaga o'tkazib ismini Qustantiniyaga o'zgartgan va xristian dinini tarqasi bo'ldigan din qatoriga kirgizgan. Bu sababdan xristian dini Rim imperiyasida keng tarqalishga boshlagan. Shundaqla imperator Qustantin yangi poytaxt Qustantiniyani siyosiy, iqtisodiy har jihatda nihoyat zo'r mablag' solib taraqqiy qildirgan. Bu sababdan G'arbiy Rim imperiyasi, ya'ni imperiyaning g'arbiy qismi bo'lsa tashlanib qolgan. Chunki Qustantiniya va uning atrofidagi Anatoliya tuproqlari bo'lsa nihoyat munbat teriqchilikqa, baqmachilikqa nihoyat mos keladi. Bu sababdan Rim imperiyasining sharqiy qismi nihoyat taraqqiy qiladi, g'arbiy qismi bo'lsa tashlanib qoladi, hatto ba'zi qahatchilik, ocharchilik yuz beradi. Qustantindan keyin kelgan imperator Theodosius o'zi xristian diniga e'tiqod qilib qolmay, Rim imperiyasining davlat dinini xristian dini qilib bekitgan. Shundaqla ilgirki Fir'avn va Yunon ma'badlarining hammasini yiqib tashlagan. Mana shu vaqtdan boshlab rasmiy shaklda Rim imperiyasi xristian imperiya. Shundaqla ular imperator bo'lgan kishi chuqum xristianlardan bo'lgan. Milodiy 395-yil kelgan vaqtda, ya'ni imperator Theodosiusning davrida G'arbiy Rim imperiyasida qahatchilik yuz bergan. Shundaqla umuman Rim imperiyasida iqtisodiy krizis yuz bergan. Buning sababi bo'lsa, bir tarafdan Hunlar ularga hujum qilgan, yana bir tarafdan Sasanlar imperiyasi ularga hujum qilgan. Mana shu sirtqi urush sababli Rim imperiyasi ojizlashgan, iqtisodiy krizisga patgan. Bu sababdan buyuk Rim imperiyasi ikki parchaga bo'linib ketgan. Birisi G'arbiy Rim imperiyasi, yana birisi bo'lsa Sharqiy Rim imperiyasi. G'arbiy Rim imperiyasi Qadimiy Rim imperiyasi deb atalgan. Sharqiy Rim imperiyasi va yoki Bizantiya imperiyasi deb atalgan. Rim imperiyasining bu ayrilishi, bu bo'linishi jo'g'rofiya jihatdan emas, aqida jihatdan edi. Masalan, G'arbiy Rim imperiyasining aqidasi bo'lsa Katolik aqidasi edi. Sharqiy Rim imperiyasining aqidasi bo'lsa Ortodoks aqidasi edi. Katolik aqidasiga G'arbiy Rim imperiyasining diniy dahisi bo'lsa Papa deb ataladi. Ortodoks aqidadagi Sharqiy Rim imperiyasining diniy dahisi bo'lsa Petriarx deb ataladi. G'arbiy Rim imperiyasining podshohi imperator deb atalsa, Sharqiy Rim imperiyasining imperatori Qaysar deb ataladi. Shundaqla yoziq jihatdan G'arbiy Rim imperiyasi latin yozig'ini qo'llanadi. Sharqiy Rim imperiyasi bo'lsa Yunon yozig'ini qo'llanadi. G'arbiy Rim imperiyasida papalarning kuchi ta'siri nihoyat kuchli edi. Hatto imperatorlarning huquqi bilan kesishib qolsa, papalarning kuchi besib tushadi. Ammo Sharqiy Rim imperiyasida bo'lsa podshohlarning, ya'ni Qaysarlarning kuchi kuchli edi. Petriarxlarni podshohlar saylaydi. G'arbiy Rim imperiyasida bo'lsa imperatorlarni papalar saylaydi yoki papalar kimning imperator bo'lishiga ta'sir ko'rsatadi. G'arbiy Rim imperiyasi Italiya, Fransiya, Avstriya va hozirgi Yevropa davlatlariga hukmronlik qiladi. Sharqiy Rim imperiyasi bo'lsa hozirgi Istanbul, Edirne va Anatoliya tuproqlarining hammasiga hukmronlik qiladi. Kuch jihatda, iqtisodiy jihatda Sharqiy Rim imperiyasi, ya'ni Bizantiya imperiyasi kuchli edi. Demak, Yevropa dunyosi 395-yildan boshlab 450-yil qadar mana shunday ikkiga bo'linib, ikki imperiya shaklida davom qilgan. Milodiy 450-yil kelgan vaqtda G'arbiy Rim imperiyasi ichki qahatchilik, ichki nizo sababli German qabilasining bostirib kirishi bilan ojizlashib, oxiri yemirildi. Natijada G'arbiy Rim imperiyasida feodal shakldagi podshohlik davlatlar shakllandi. Masalan, Fransiya ham feodal shakldagi bir podshohlik davlat bo'ldi, Italiya ham shunday, Angliya ham shunday, Germaniya ham shunday. Hammasi feodal shakldagi, ya'ni zulm sistemiga to'lgan chirkov hokimiyatining ostidagi mana shunday parcha ushoq podshohlik davlatlarga bo'linadi. Ammo Sharqiy Rim imperiyasi bo'lsa toki Osmoniylar ularni yiqitgan qadar, ya'ni imperiya shaklida davom qiladi. Yuqorida deb o'tganimizdek G'arbiy Rim imperiyasida papalarning, ya'ni chirkovning huquqi nihoyat kuchli edi. Chirkovlar bo'lsa sömürgüçi edi, ya'ni xalqni izzatdi. Shundaqla podshohlarning imperatorning qilgan zulmini diniy jihatda to'g'rilab berdi. Shundaqla bu papalar o'zgartirilgan dinga e'tiqod qilgan bo'lg'achqa, ya'ni o'zining xristian dinini o'zgartgan bo'lg'achqa, kishilarga jannatning cheklarini setib pul to'playdi. Xalagan kishini jannatlik, xalagan kishini do'zaxlik e'lon qiladi. Mana shu diniy nufuz bilan imperatorni, xalqni kontrol qiladi. Bu sababdan G'arbiy Rim imperiyasi, ya'ni hozirgi Yevropa davlatlari iqtisodiy jihatdan nihoyat qiyinchilikdan, namrat, hatto ocharchilik avj olgan, aqidiy jihatda ozg'un, xurofot, suv ishlatishni cheklaydigan, ayolni insonning ruhi bormi yo'qmi yoki shaytondimi deb mushunda qaraydigan, ilmiy izlanishga, aqliy izlanishlarga butunlay qarshi. Chunki ularning o'zgartirilgan kitobida nurg'ulgan ma'lumotlar aniq deyilgan, masalan, yer sharining tuz ekanligi va shuning o'xshagan ma'lumotlar ma'lum birisi ilmiy izlanish qilib ularning kitobiga zid ma'lumotdan birini o'tirib qo'ysa, chirkovlar tomonidan o'ldiriladi. Ayollarning hech qanday egilik huquqi, miros huquqi yo'q edi. Ya'ni G'arbiy Rim imperiyasida shakllangan bu feodal davlatlarda umuman kishilar bunda 3 tabaqaga bo'linadi. Birinchisi podshohlar va isilzodlar, ya'ni oqsumaklar. Ikkinchisi bo'lsa chirkov poplari, uchinchisi bo'lsa xalq. Podshoh va imperatorlar eng yuqori turmushda huzur halovat ichida yashaydi. Undan qolsa
asilzodalar deb atalgan oqso'ngaklar va poplar bo'lsa zo'r iqtisodga ega boyasha turmushda yashaydi. Ammo xalq bo'lsa chirkov poplari va imperator podshohlari xon jamiyatini biqib nihoyat qiyinchilikda, piqirchilikda yashaydi. Chirkov poplari bo'lsa o'zini ilohining o'rniga qo'ygan bo'lg'achqa xalqning isyonini diniy nufuzdan foydalanib bostiradi. Shunga o'tir asri G'arbiy Rim imperiyasining yoki Yevropaning zulmatlik davri deb ataladi. Bu Yevropani e'tirof qiladigan bir masala. Ammo islom dunyosiga to'qinish bo'lsa Andalus xorij ko'p hollarda mushu Bizantiya imperiyasi bilan, ya'ni Sharqiy Rim imperiyasi bilan bo'lgan. Chunki Sharqiy Rim imperiyasining chegaralari islom tuproq bilan chegaralanadi. Ammo G'arbiy Rim imperiyasining podshohlari bilan hech qanday chegaradashmaydi. Shunga ular bilan diplomatik yaxshi munosabat o'rnatgan. Masalan, xalifa Harun Rashid Fransiya podshohi Charlemagnega su soati avatgan. Ya'ni shu davrda Abbosiylar davrida yasalgan su soatini avatgan. Ammo u vaqtda biz yuqorida deganimizdek Fransiya va butun feodal podshoh davlatlari xurofat, ozg'unlik ichida yashagan bo'lg'achqa bu su soatini ko'rib hayron qolgan. Ya'ni bu su soati qanday harakatlanadi deyishgan. Hatto ba'zi o'zlari buning ichida shayton bor o'xshaydi. Shayton bu soatni harakatlantirgudek degan. Bundan biz G'arbiy Rim imperiyasining naqadar ozg'un va xurofat ichida ekanligini ko'rib olamiz. Ammo shu davrda, ya'ni Harun Rashidning davrida bo'lsa, islom dunyosi haqiqiy gullangan. Ilm ma'rifatda bo'lsa Bag'dod ilm bishkiga aylanib, hozirgi yangi ilm fanning asosini solgan nurg'ulg'an ulamalarni, olimlarni yetishtirgan, nurg'un narslar ijod qilingan, madaniyat jihati, binokorlik jihati ajoyib taraqqiy qilgan. Bag'dod shu davrdagi dunyoning eng go'zal bir shahriga aylangan. Va bu sababdan Ming bir kecha degan asar ana shu davrni sifatlab yozilgan va bu Ming bir kecha degan asar latin tiliga tarjima qilinib Yevropa davlatlariga taqilgandan keyin butun Yevropaliklarningki Bag'dodni ko'rish bir tushiga, bir orzusiga aylangan. Xuddi bugungi kunimizdagi ba'zi kishilar Yevropaga havas qilgandek, u davrda butun Yevropa xalqi Bag'dodga havas qiladi, musulmonlarga havas qiladi. Ammo bir qancha asr o'tgandan keyin Yevropa xalqida asta-asta uyg'onish paydo bo'lgan. Bo'lib 14-asrdan boshlab bu feodal tuzumga va chirkovlarning bu xil shakldagi iskanjisiga qarshi inqiloblar qo'zg'alib, oxirida hokimiyatni dindan ayirish deydigan bu fikr o'tirg'i chiqqan. Ya'ni sekulyar bu fikr o'tirg'i chiqqan. Natijada chirkovni hokimiyatdan yiroqlashtirgan. Mana bu sababli Yevropa keyingi sanoat davriga qadam qo'ygan. Mana shu tarixni yuzaki o'qigan bir musulmon yoki ziyolichaq, bugungi kunda Yevropaniki sanoatlashishi, taraqqiy qilishi ular hokimiyatni dindan ayirganlik uchun bo'pti ekan. Biz musulmonlarni taraqqiy qilishimiz uchun hokimiyatni dinni yiroqlashtirishimiz kerak ekan degan bu fikrni o'tirib qo'ydi. Amaliyotda tarix qaraydigan bo'lsak, bizning bu to'g'ri bo'lgan, ilm fanga qiziqtiradigan, afala taqilun, aqlinglarni ishlatmamsizlar deb ilmiy iznishga undaydigan bu dinimizni, ilmiy iznishlarni o'tirib qo'ygan kishini o'ltiradigan, hatto o'zgartirilgan dinga qiyos qilib musulmonlarni dindan yiroqlashtirishga tirishmoqda. Amaliyotda qaraydigan bo'lsak, musulmonlar dinga yepishgan vaqtida haqiqiy taraqqiy qilgan. Mayli Abbosiylar davri bo'lsin, va yoki Amaviylar davri bo'lsin, va yoki keyingi Osmoniylar davri bo'lsin, islomga yaqinlashgan vaqtda haqiqiy taraqqiy qilgan. Ammo mushu fikr, ya'ni sekulyar fikr, hokimiyatni dinni yiroqlashtirish, xalifani amaldan qoldirish, podshoh boshqarish, dinni faqat masjid ichiga cheklash, siyosatdan ayirish degan bu fikr keyin musulmonlar rasmiy sanab kirgan. Masalan, Sulton 2. Mahmud rasmiy shaklda davlatni g'arblashtirish, yevropalashtirish, to'g'risi ilmoniylashtirish. Lekin qancha ilmoniylashgan sari, ya'ni musulmonlar qancha dinidan yiroqlashgan sari shuncha ojizlashib qolgan. Masalan, bugungi kunimiz qarab qaraydigan bo'lsak, dunyoda bir islom davlati yo'q. Hammasi sekulyar davlatlar. Laik ya'ni ilmonizm davlatlar. Hammasi dindan yiroqlashdi. 100 yilga yaqin bo'ldi, lekin qaysi birisi taraqqiy qildi? Qaysi birisi fan texnika jihati Yevropaga yetishdi? Aslo yetishmadi. Ham tarix qarab qaradigan bo'lsak, musulmonlar dinga yepishgan vaqtida Abbosiylar davrida dunyoga ilm fan taqatgan. Shundaqla bugungi ilm fanning asosini solgan buyuk olimlarni o'tirib qo'ygan. Biz to'g'ri dinimizni, haqiqat bo'lgan dinimizni u ozg'un dinga solishtirmasligimiz kerak. Biz dinimizga mahkam eslagan vaqtimizda, dinimizning buyruqiga amal qilgan vaqtimizda, aqlimizni ishlatgan vaqtimizda, ondan keyin taraqqiy qila olamiz. G'arb dunyosi xato, ozg'un, o'zgartirilgan dinni tashlagan bo'lg'achqa taraqqiy qildi. Ammo musulmonlar bo'lsa, to'g'ri bo'lgan dindan yiroqlashgachqa texmi xorliqqa mahkum bo'ldi. Buningga tarix guvoh. Biz Osmoniylarning tarixini so'zlagan vaqtimizda bu haqda texmi tafsiliy, amaliy tarixiy faktlar bilan so'zlaymiz. Demak, so'zimiz qaytib kelsak, o'tir asrda, ya'ni milodiya 1000-yillar atrofida Yevropa dunyosi, ya'ni G'arbiy Rim imperiyasidagi feodal podshohliklar ana shunday aqida jihatda ozg'un, iqtisodiy jihatda krizisga patgan, axloqiy jihatda cheklashgan, haq huquq jihatda butunlay poplar va podshohlar so'miradigan shunday shaklda edi. Ammo Sharqiy Rim imperiyasi, ya'ni Bizantiya imperiyasining ahvoli va G'arbiy Rim imperiyasidagi feodal davlatlarning ahvoliga o'xshamaydi. Chunki siyosiy jihatda Sharqiy Rim imperiyasi imperiya shaklda parchalanmagan. Shundaqla madaniyat jihatida taraqqiy qilgan edi, toki Milazgirt urushida mag'lub bo'lgan qadar. 1071-yili Milazgirt urushida Sulton Alp Arslan tarafidan Sharqiy Rim imperiyasi mag'lub bo'lib, Anatoliya tuproqlarida nurg'unlagan zaminlarni tarqizib qo'ygandan keyin Sharqiy Rim imperiyasi rasmiy tahdidga va xirsga duch keladi. Seljuqiylarning Sharqiy Rim imperiyasining Anatoliya tuproqlarini egallab olishi Sharqiy Rim imperiyasilar emas, G'arb
g'arbdagi feodal davlatlarni, feodal podshohliklarni ansirtidi. Chunki G'arbiy Rim imperiyasiga feodal podshohliklar Sharqiy Rim imperiyasini islom dunyosini cheklaydigan bir xil qalqon sifatida ko'radi. Ya'ni islom dunyosi kengayib kelsa-mu, eng avval Sharqiy Rim imperiyasi keladi, ondan keyin bizga keladi deb o'ylaydi. Sharqiy Rim imperiyasining Malazgirt urushida mag'lub bo'lishi G'arbiy Rim imperiyasiga feodal podshohliklarni ansirtidi. Bu sababdan musulmonlarga qarshi qaytadan birlashmasak bo'lmaydi ekan degan bu fikrga keladi. Sharqiy Rim imperiyasi Malazgirt urushida mag'lub bo'lgandan keyin jiddiy kengash ochadi. Qanday qilib tarqizib qo'ygan zaminlarimizni qaytarib olamiz, Seljuqiylarni mag'lub qilamiz, bu haqda kun-kunlab kengash ochadi. Va ular eng oxirida biz G'arbiy Rim imperiyasiga podshohliklardan, ya'ni Fransiya podshohligidan, Germaniya podshohligidan hammasidan yig'ib o'shunda harbiy yordam olayli deydi. Lekin buningga bitriqlar, ya'ni diniy zotlari, diniy odamlar qarshi turadi. Chunki katolik aqidasidagilar ortodoksni kofir deb qaraydi. Ortodoks aqidasidagilar katolik aqidasidagi xristianlarni kofir deb qaraydi. Bu sababdan bitriqlar biz Yevropadagi kofirlardan yordam so'rab, ularni o'zimizning vataniga boshlab akaguncha ma sallilik kofirlarni boshlab akaganimiz yaxshi deydi. Ya'ni musulmonlarni demakchi. Demak, buningdan biz xristianlarning ichidagi bu ikki mazhab o'rtasidagi farqni ko'rib olamiz. Ya'ni ortodoks xristianlar katolik xristianlarni kofir deb qaraydi. Katolik xristianlar ortodoksni kofir deb qaraydi. Lekin Qaysarning, ya'ni Sharqiy Rim imperiyasining podshohining ching turishi bilan G'arbiy Rim imperiyasiga feodal podshohliklarni yordam so'raydiganga kelishadi. Bilganimizdek, G'arbiy Rim imperiyasida, ya'ni Yevropa davlatlarida parcha feodal podshohliklar bor edi, Fransiya, Germaniya degan o'xshagan. Lekin mushularning hammasini, ya'ni shu poplar kontrol qila oladi va ularga kuch yetadi, ta'sir ko'rsatadi. Va Yevropa davlatlaridagi butun chirkovlar Romadagi, ya'ni poytaxt Vatikandagi bosh popga qaraydi. 1088-yili Vatikandagi bosh chirkovning beshiga 2-Orban bosh papa bo'lib chiqadi. 2-Orbanning maqsadi bo'lsa Baytul Muqaddasni musulmonlarning qo'lidan tortib olish edi. Bu sababdan Orban 2 taxtga chiqqandan keyin Baytul Muqaddasni qanday qilib musulmonlarning qo'lidan tortib olamiz, bu haqda kengashidi, o'ylashidi. Shunday o'ylashayotgan paytda Sharqiy Rim imperiyasidan musulmonlarga qarshi, ya'ni Seljuqiylarga qarshi bizga yordam bersanglar degan bir o'mak keladi. Orban 2, "Ha, endi Qudusni qo'limizga oldigan vaqt kelibdi" deb garchi maqsadi boshqa bo'lsa-mu, Sharqiy Rim imperiyasining o'maki bilan ko'rishib, ularga yordam qildiganga kelishadi. Orban 2 Sharqiy Rim imperiyasidan kelgan o'maklarga ularga yordam qildiganligini aytib bo'lgandan keyin butun davlatlardagi, ya'ni feodal podshohlikdagi butun chirkovning poplarining hammasini yig'idi va ularga yig'in ochib, butun Yevropa dunyosida muqaddas urush safarbarlik e'lon qilishni boshlaydi. Shundaqla bu yo'lda pul, askar to'plashga boshlaydi. Papa Urban 2 o'zi bevosita yo'lga chiqib, shahar minib yoshlar orasida bu urushningki Qudusni xristianlar qo'liga elishdiki muqaddas urush ekanligi, bu urushga qatnashganlarningki jannatlik bo'lganligi, shundaqla ularga jannatning chekib berilganligi va bu urush orqali Yevropadagi ocharchilik, faqirchiliklarning hammasi oxirlashib, Yevropa gullanganligi bilan yoshlarning, kishilarning hammasini ishondirdi. Natijada butun papalar va Urban 2 mushundaq tirishchilik ko'rsatib, 6 oy ichida butun Yevropa davlatlarida muqaddas urush safarbarligi to'lqini qo'zg'aydi. Va Urban 2 Fransiyaning Kremlon shahrida bu urushning Isa tarafidan buyurilganligini kishilarga so'zlab buyuk kechirim nutqi e'lon qiladi. Urban 2 va boshqa butun poplarning tirishchiligi natijasida butun Yevropadan nurg'unlagan kishi bu urushga tizimladi. Papa odam tayyorligi bitgandan keyin 60 ming kishini, ya'ni dehqondan va xalqdan to'plangan 60 ming kishini milodiy 1096-yili palani kuni Qustantiniyaga biringlar shu yerda ko'rishamiz deb Qustantiniyaga yo'l soladi. Ya'ni Sharqiy Rim imperiyasining poytaxti bo'lgan Qustantiniya hozirgi Istanbulga yo'l soladi. Shunday qilib dehqonlardan va xalqdan shakllangan 60 ming kishilik qo'shin ra'tligimi emas, muntazam bo'lmagan shaklda Qustantiniyaga qarab mangadi. Va yo'lda bag'ocha Belgrad va undan boshqa nurg'unlagan xristian mahallalardan o'tadi va mahallada bulang-talang qilib shunda qalaymaganchilik bilan mangadi. Islom dunyosi bo'lsa bu vaqtda biz yuqorida so'zlaganimizdek butun parcha, hatto Seljuqiylar davlatimi kishilarga, musulmonlarga umid bag'ishlagan Seljuqiylar davlatimi 5 ga bo'linib ketgan mushunda holatda edi. Ya'ni islom dunyosiga Yevropadan qarburan kelyotdi. Shunda qilib xalqdan shakllangan 60 ming kishilik qo'shin 1096-yili Qustantiniyaga yetib keladi. Urban 2 bo'lsa keyindan butun Yevropadagi 14 davlatdan, ya'ni 14 xristian feodal podshohlik davlatidan muntazam askar bilan keyinidan Qustantiniyaga qarab yo'lga chiqadi. Lekin Qustantiniyaga yetib kelib bo'lgan 60 ming kishilik xalq qo'shini keyindan keldigan muntazam qo'shinni saqlamay Anatoliya tuproqlaridagi Rim Seljuqlarga qarshi urush ochadi. Ular oldi bilan Izmitni muhosiraga oladi. Bir qancha kun urushgandan keyin Izmitni qo'lga tushiradi va Izmitning atrofidagi musulmon va xristian mahallalarini hammani bulang-talang qiladi. Ondan keyin Yolova shahriga qarab yo'lga chiqadi. Bu vaqtda Sharqiy Rim imperiyasining imperatori darhol ularga xat yozib, "Ilgirlamanglar, keyinlardagi muntazam qo'shin kelsin, ondan keyin birlikda ilgirlanglar" deb ogohlantiradi. Lekin bu xalq qo'shini imperatorning gapiga pisanat qilmay yana ilgirlaydi va ular Rim Seljuqlarining poytaxti bo'lgan Niqiyani, ya'ni Bursani muhosiraga oladi. Rim Seljuqlarining podshohi Qilich Arslan ular qarta nayt puxta plan tuzib, ularning oldiga chiqadi va o'rmonda ikki tarafga
tuzaq quruydi. Xalq qo'shini bo'lsa ularning tuzog'iga tushadi. Bu vaqtda Qilich Arslan ikki tarafdan shiddatli hujum qiladi. Shunda qilib tunji qatimliq ahli silib qo'shinining bu xalq qo'shini tirip-tiripan bo'lib ketdi va 60 ming kishilik qo'shindan 3 ming necha nafar qo'shinli saq qoladi. Saq qolib qolganlarimi Bizantiya qo'shini avatgan kiyimlariga chiqib qochadi. O'lgan xalq qo'shini ichida xalq qo'shinining qo'mondoni Walter Muflis va xalq qo'shinini tashkillashda nihoyat muhim rol o'ynagan Papa Patros Naskma bor edi. Tunji qatimliq xalq qo'shinidan tarkib topgan bu qo'shin mag'lub bo'lgandan keyin Yevropadan kelgan 14 davlatdan tashkillangan bu muntazam qo'shin Qustantiniyaga yetib keladi va Qustantiniyaning imperatori bilan urush haqida maslahatlashadi. Qustantiniyaning imperatori "Men sizlarga yemak ichmak va qurol yaroqda yordam beraman, lekin askar chiqamaysizlar. Anatoliya tuproqlarida egallagan zimlarning hammasini men qaytarib bersizlar. Ondan keyin sizlar Masjidul Aqsoni, ya'ni Qudusni qo'linglarga olsanglar bo'ladi" deb mushundaq kelishadi. Muntazam qo'shinning 4 cho'ng qo'mondoni bor edi. Birisi bo'lsa Fransiya qo'shinining qo'mondoni Jodovri va inisi Baldwin. Italiya qo'shinining qo'mondoni Bihomen va Kont Remontlar bor edi. Sharqiy Rim imperiyasining maqsadi bo'lsa Anatoliya tuproqlarini qaytadan qo'lga olish edi. Ammo G'arbiy Rim imperiyasidan kelgan u muntazam qo'shinning maqsadi bo'lsa Qudusni qo'lga olish edi. Ikki qo'shinning maqsadi ayrim-ayrim bo'lsa-mu, lekin manfaat kesishgan bo'lg'achqa musulmonlarga qarshi birlashib saf tortadi. Lekin bu vaqtda Rim Seljuqiylarining podshohi bo'lgan Qilich Arslan Malatiyaga shu yerdagi isyonni bostirish uchun ketgan edi. Chunki podshoh Qilich Arslan birinchi qatimli xalq qo'shinini mag'lub qilgandan keyin endi ular kelmaydi deb o'ylagan edi. Ya'ni Qustantaniyadagi bu ahli silib urushidan bexabar edi. Bu sababdan ayol bolalarini poytaxt Niqiyada, ya'ni Bursada qoldirib qo'ygan edi. Mana bu shunday poytaxt podshohdan xoli vaqtda ahli silib qo'shini, ya'ni 14 davlatdan tashkillangan 600 ming kishilik ahli silib qo'shini Niqiyaga qarab qo'shin tortadi. Va 1996-yilning oxirida Niqiyaga kelib Niqiyani muhosiraga oladi va zo'r manchanoqlar bilan Niqiyaning sepillariga manchanoq otadi. Niqiya ichidagi qo'mondonlar vazirlar bo'lsa ahli silib qo'shinining hujumiga qarshi shiddatli mudofaada turadi. Va shundaqla Sulton Qilich Arslanga jiddiy xat avatib Niqiya ahli silib qo'shin tarafidan hujumga uchirdi deydi. Xatni topshirib olgan Qilich Arslan darhol qo'shinni Malatiyadan chekindirib Niqiyaga qarab yo'lga chiqadi va kechimi kunduz ochchab turib Niqiyaga yetib keladi. Sulton Qilich Arslan poytaxtni muhosiraga olgan ahli silib qo'shinlar shiddatli urushdi. Lekin ahli silib qo'shinining soni nihoyat ko'p edi. Ya'ni 600 ming kishilik qo'shin edi. Bu sababdan shiddatli urushgan bo'lsa-mu, amalsiz Qilich Arslan chekinishga majbur bo'ladi. Lekin sepil ichidagi qo'mondonlar, vazirlar bo'lsa shiddatli mudofaa turib mustahkam turadi. Ahli silib qo'shini sepil ichiga xat kirgizib, agar sepilni topshirib bersanglar, ya'ni shaharni topshirib bersanglar, sizlarga va puhraga hech qanday ziynat yetkazmaymiz deydi. Sepil ichidagi vazirlar va qo'mondonlar maslahatlashish orqali oxir amalsiz xalqqa hech qanday ziynat yetkazmaslik va jinini omon qo'yish badaliga shaharni, ya'ni sepilni topshirib beradi. Shunda qilib Rim Seljuqiylarining tunji poytaxti bo'lgan Niqiya, ya'ni Bursa Seljuqiylarning qo'lidan chiqib ketib, ahli silib qo'shini ishg'ol qiladi. Deyishgani bo'yicha ahli silib qo'shini xalqqa, puhraga hech qanday ziynat yetkazmaydi va Sulton Qilich Arslanning ayollarini bolalarni Sulton Qilich Arslanga avatib beradi. Sulton Qilich Arslan va chekingan puhralar bo'lsa Konyaga o'rinlashadi va Konya Seljuqiylarning ikkinchi poytaxti bo'ladi. Ya'ni Rim Seljuqiylarining ikkinchi poytaxti bo'ladi. Niqiya qo'ldan ketgandan keyin Rim Seljuqiylarini tushkunlik qoplaydi. Lekin Sulton Qilich Arslan yangidan askar qabul qilib o'zini kuchlantiradi. Ahli silib qo'shinining ma'naviyati bo'lsa nihoyat kuchlanib, oldin qism bo'lgan Italiya qismini Konya taraf qarab yo'lga soladi. Italiya qo'shini Konya taraf qarab yetib keladigan vaqtida Sulton Qilich Arslan ularning oldiga chiqib shiddatli urush qiladi. Natijada Sulton Qilich Arslan ularni mag'lub qilay deganda, keyin Fransiya qo'shini yordamga kelib Sulton Qilich Arslanning qo'shinini mag'lub qiladi. Sulton Qilich Arslan amalsiz Konyaga chekinadi. Ahli silib qo'shini bo'lsa Konyaga qo'g'lab keladi. Sulton Qilich Arslan butun qo'shinni Konyadan chekintiradi. Ahli silib qo'shini bo'lsa Konyaga hech qanday to'solg'usiz besib kiradi. Ahli silib qo'shini Konyaga kirgandan keyin Konyada uzun turmay Antakiyaga qarab qo'shin tortadi. Chunki Antakiya Qudusga kirishdagi eng muhim va ko'rikli shahar edi. Ya'ni kelib ular uchun muqaddas shaharlarning birisi edi. Antakiya bo'lsa Seljuqiylarning qo'mondoni Iag'isyan tarafidan nihoyat mustahkam mudofaalangan edi. Shunda qilib ahli silib qo'shini Antakiyaga yetib kelib Antakiyani muhosiraga oladi. Uzun muddat tirikishadi. Iag'isyan bo'lsa mustahkam turib mudofaa turadi. Muhosira 1 oy, 2 oy, 3 oy davomlashadi, lekin sepilni ocholmaydi. Muhosira 6 oyga yetadi. Yana sepilni ocholmaydi, lekin ichidagi ashuzuq, shundaqla ahli silib qo'shinning ashuzuqi tugashga boshlaydi. Antakiya amiri Iag'isyan atrofdagi baglarga va Seljuq podshohiga xat avatib yordam so'raydi. Lekin atrofdagi baglar ahli silib qo'shindan qo'rqib, unga yordam qilishni boshlatadi. Ba'zi baglar amalsiz yordam qilinmaydi. U vaqtda Shamdagi, ya'ni hozirgi Suriyaning Hama, Homus, Halab hammasida Seljuqiylar o'z oldiga bag qurgan edi. Mushu baglarning hammasiga Iag'isyan bir-birlab xat avatadi. Lekin hech qaysi bag Iag'isyanga yordam qilmaydi. Iag'isyan nihoyat tushkunlashib ketadi. Mana bu shunday tushkunlashgan paytida Iag'isyanga Mosul amiri Qarbuqadan yordam qildiganlik xati keladi. Qarbuqa Iroq Seljuqiylaridan edi. U Mosuldan zo'r qo'shin boshlab Antakiyaga yordamga otiladi. Lekin muhosira shiddat bilan changaydi. Qish fasli kiradi. Ahli silib qo'shinning osh uzuqi tugashga boshlaydi. Ahli silib qo'shini amalsiz chekinay deb qolgan vaqtda sepil ichidagi xristianlar ahli silib qo'shiniga xat chiqarib, ichimi bulanmay
qoldi. Ya'ni iyag'i siyami bulanmay qoldi. Bu yerda ash uzuq tugidi. Sabr qilinglar deydi. Natijada ahli salib qo'shini g'azang yeb, yana muhosirni bo'shatmaydi. Shundaqla ahli salib qo'shini Qarboqaning yordam kelayotganligini anglab muhosirni texmet chingitib shiddat bilan hujum qo'ydi. Muhosira 9 oy davomlashgan bo'lib, yana sepilni ocholmaydi. Lekin oxirida sepil ichidagi yolg'ondan musulmon bo'lgan bir xristian kechida sepilning ishkini echib etib ahli salib qo'shinini boshlab kiradi. 9 oy muhosira qilgandan keyin ahli salib qo'shini Antakiyaning ichiga kirib vahshiylarcha qirg'inchilik qilib boradi. Seljuqiylar qo'shini shiddat bilan qarshi turgan bo'lsa-mu, sonning ozligi tufayli mag'lub bo'ladi. Shunda qilib Antakiya Seljuqiylarning qo'lidan chiqib ahli salib qo'shinining qo'liga o'tadi. Bu kecha musulmonlar uchun qonliq kecha bo'ladi. Eng ajablanarligi sepil ichidagi arman xristianlari Seljuqiylarga xiyonat qilib ahli saliblar bilan birlashib Seljuqiylar bilan bir safda turadi va Seljuqiylarning eng ojiz nuqtalarini deb beradi. Oxirida ahli salib qo'shini Seljuqiylarni taltukus mag'lub qilib Amiri Iyagisyanning kallasini üzüb sazoy qiladi. Ahli salib qo'shini Antakiyani egallab bo'lgandan keyin Mosuldan kelgan Qarboqqa yetib kiradi. Lekin bu vaqtda sepillarning ishga mustahkam itilib, ahli salib qo'shini sepilning ichiga kirib olgan edi. Qarboqqa atrofdagi baglarga xat avatib, Antakiya qo'ldan chiqib ketibdi. Antakiya qo'ldan chiqib ketsa, Qudus xavf ketadi deb har birini ahli salib qo'shini qarta urush qilish uchun da'vat qiladi. Shundaqla agar sizlar yordam bermasanglar, ahli salib qo'shini bir-birlab hammamizni yutib oladi deb ahli salib qo'shinining xavfidan ularni ansirtadi. Atrofdagi baglardan bo'lib Qarboqaning atrofiga 100 ming kishilik qo'shin hozir bo'ladi va bu qo'shin bilan Antakiyani muhosiraga oladi. Sepil ichida osh uzuqlar tugagan bo'lg'achqa ahli salib sepil ichida nihoyat qiynaladi. Qarboqa sepilni achay deb qolgan vaqtida ahli salib qo'shini Qarboqaning qo'shindagi ba'zi amirlarga xat avatib, agar sizlar chekinsanglar, biz sizlarga omonlik beramiz. Sizlarning shahrinlarga hujum qilmaymiz, sizlarning beglikinglarni itrof qilamiz deydi. Ahli salib qo'shinining bu yolg'on yovdaq gapiga aldangan ba'zi beglar Qarboqaning qo'shinidan askarlarini tatib elib chekinib ketadi. Shuning bilan Qarboqaning odam soni azlab qoladi. Sepilni ocholmaydi. Qarboqa ozgina askar bilan amalsiz chekinishga majbur bo'ladi. Antakiya qo'ldan ketdi deganlik Qudus qo'ldan ketdi deganlik edi. Chunki Antakiya Qudusga berishdagi ko'riklik strategiya jihatdan nihoyat muhim shahar edi. Bu sababdan ahli salib qo'shini Antakiyani Sharqiy Rum imperiyasiga qaytarib bermay, u yerni orqasab bazasi qiladi. Va u yerda ko'p sonli qo'shinlarni qoldirib 80 ming kishilik qo'shin bilan Qudus qarab yo'lga chiqadi. Bilganimizda Qudus Fatimiylarning qo'lida edi. Lekin Sultan Alip Arslan va undan keyin kelgan Melikshah davrida Seljuqiylarning qo'liga o'tgan. Lekin keyin Seljuqiylar parchalangan vaqtida yana Fatimiylar qo'lga ilib olgan edi. Ya'ni bu vaqtda ahli salib qo'shini Qudus qarab mangan vaqtda Qudus Fatimiylarning qo'lida edi. Shundaqla Fatimiylarningki amiri Badrul Jamal degan bu kishining qo'lida edi. Shunda qilib 1099-yili 7-iyun ahli salib qo'shini Qudusga yetib kelib Qudusni muhosiraga oladi. Musulmonlarning muqaddas joyi endilikda bo'lsa xristianlar tarafidan muhosiraga olinib, ularning qo'liga tushib ketish oldida turibdi. Muhosira 8 kun davomlashib, 8 kun ichida shiddatli hujum qiladi. Badrul Jamalning ichida nihoyat mustahkam turib mudofaa turadi. Ahli salib qo'shinining soni nihoyat ko'p edi. 80 ming kishilik qo'shin shiddatli hujumni tezlatadi va Badrul Jamalga xat avatib, agar taslim bo'lib Qudusni bizga topshirib bersang, sana hech qanday ziynat kuzmaymiz. Seni Misrga ketkili qo'yamiz, xalqimga hech qanday ziynat kuzmaymiz deydi. Badrul Jamal bu zo'r qo'shinga kelmaydiganligi ko'zi yetib amalsiz taslim bo'lishga ma'qul bo'ladi. Shunda qilib 1099-yili 7-iyun ahli salib qo'shini Qudusga besib kiradi va Qudus ichida shiddatli qirg'inchilik olib boradi. Ayol, kichik, cho'ng, qari yosh demasini hammani qirib tashlaydi. Bir qancha kun ichida o'ldirilgan odamlarning soni 100 mingdan oshib ketadi. Shu qo'shinning qo'mondoni Raymond papaga doklad qilib yozgan xatida: "Ey papa, bizning bu yerda qilgan ishlarimizni bilmoqchi bo'lsangiz, men sizga shuni aytayki, biz otlarimizni tizig'i kelgudek dushmanlarimizning qini ichida chaptiryapmiz. Dushmanlarimizning hammani o'ldirdik" deydi. G'arblik tadqiqotchi Vildronit o'zining Medeniyat hikoyasi nomli kitobida bu kechani sifatlab mundoq deydi: "Musulmon ayollar va bolalar qilich bilan o'ldirildi. Bu vaqtlar onlardan majburiy elinib, sepil ustidan tashlab o'ldirildi." G'arblik mashhur tadqiqotchi Jursi bu haqda shaksizki birinchi qatimliq ahli salib urushida Qudusda yuz bergan qirg'inchilik Yevropa uchun qor dog'dir. Bu fojiani o'g'an har bir odamning badani tikanlashmay qolmaydi. Shunda qilib 1099-yili 7-iyun musulmonlar uchun nihoyat fojiali kun bo'lib, Sariq qubbaning ustiga kirst belgisi qadaladi. Islom dunyosini qayg'uliq va tushkunlik qoplaydi. Bu Masjidul Aqsoning Hazrati Umar davrida ozod qilingandan keyin tunji ishg'ol qilinishi hisoblanadi. Ahli salib qo'shini, ya'ni kirst qo'shini O'tir Sharqqa kirib Masjidul Aqsoni ishg'ol qilgandan keyin g'oyasiga yetib shundan kupaylandi. Albatta unda qilmaydi. Bu haqdagi tafsilotlarni biz keyingi darsimizda tafsiliy so'zlaymiz. Izlar bisib üzülmedi bu karvan, Toğulmakta Hamza kabi hem Arslan. Izlar bisib üzülmedi bu karvan, Toğulmakta Hamza kabi hem Arslan.